Assalamu alaykum do'stlar. Men bugun sizlarga mening maktabim degan tekstni o'qib beraman. Mening maktabim. Mening maktabim nihoyatda chiroyli ham pokiz. Men maktabimni bek yaxshi ko'raman. Muallimim va saboqdoshlarimni bek yaxshi ko'raman. Ular meni yaxshi ko'radi. Tanaffusda do'stlarim bilan xushal-xuram o'ynayman. Do'stlarim bilan urushmay, ijil-inoq o'taman. Hech kimga azor bermayman. Mening kamsitadigan va azor beradigan do'stlarimdan yiroq turaman. Maktabda birasi meni harakat qilsa, darhol muallimga aytaman. Darsxona intizomiga rioya qilib, odat bilan chiroyli o'tiraman. Sinfda hargiz yolg'iz qolmayman. Tozliq uyga kirganda eshikni taqayman. Kechda uyga qaytganda maktabning o'qituvchilari avtobusga saboqdoshlarim bilan qisishmay chiqaman. Avtobusda yuqori ovozda gap qilmay tinch o'tiraman. Avtobusda sho'purlardan yiroq yerda o'tiraman. Uyga yetib kelganda avtobusdagi saboqdoshlarim bilan Allohga omonat. Alloh xohlasa atay ko'rishaylik deb xushal holda xo'shlashaman. Mening maktab hayotim bek ko'ngilli, xo'sh.